Hammaga salom. Kunlardan bir kuni soat 5 da Samarqanddan To'rtko'lga yo'l oldik. 10 soatlik yo'l azobini To'rtko'lda bir kechada dam olib unutib yubordik. Ertasi kuni Xiva va Urganch bo'ylab sayohatimizni boshladik. O'zimizcha dugonam bilan kostyum-shimda biznes ladylarga o'xshab kelganmiz. O'ylamanglar, fotosessiya uchun o'zimiz bilan milliy kiyimlarimizni olib kelganmiz. Qarshimizda do'mbaloqqina katta minor. Ochiq osmon ostidagi muzey tarifi Xiva shahriga berilgan. Umrimda birinchi marta sayohatga chiqqan odamdek xursand bo'lishimni qaranglar. Nima desanglar ham baribir qiz bolamizda. Milliycha bosh kiyimlarni kiyib olib mazza qilib rasmlarga tushdik. Va nihoyat Xivaning eng chiroyli chugurmalaridan kiyib ko'rish nasib qildi. Havo shu kun juda ham zo'r edi. Orqa fonda esa kalta minorning akasi. Xivani aylanib bo'lib Urganchga yo'l oldik. Iftorlik qilish uchun Urganchning Saltanat restoranini tanladik. Zoki musiqasida choy ichib, parkka yo'l oldik. Ishoninglar, agar 6-kursgacha Meduniverga yetib kela olsangiz, bunaqa strashdan attraksionlarning hech biri sizni qo'rqita olmaydi. Shu bilan sayohatimiz o'z yakuniga yetdi.